Bitta MRT snimka. Orada farq 1 yil. Operatsiyadan oldingi va keyingi. Bu natijaga qanday erishildi? Kasallikning dastlabki belgilari paydo bo'lgandan bemor shifokorga murojaat qildi, MRT tavsiya etildi va MRTda yomon sifatli o'sma aniqlangandan so'ng neyroxirurgga, ya'ni meni qabulimga keldi. Markazimizda qo'shimcha tekshiruvlar va qisqa muddatli tayyorgarlikdan so'ng operatsiyani amalga oshirdik. O'smani to'liq olib tashlash imkoniyati bo'ldi va gistologik tekshiruvda yomon sifatli o'sma aniqlandi. Tavsiyamizga binoan bemor nur va kimyoterapiyalarni kechiktirmasdan oldi va natijada ko'rib turibmizki, 1 yildan so'ng MRTda qayta o'sish belgilari deyarli yo'q. Do'stlar, men buni aytishdan to'xtamayman va charchamayman. O'smani davolashda eng muhim faktorlardan biri bu vaqt va to'g'ri mutaxassisga murojaat qilish. Agarda sizga yoki sizning yaqinlaringizga yordam yoki maslahat kerak bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin va men albatta yordam beraman.